Assalomu alaykum. Men Boymurodov Farhod o'g'li Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida 1996-yilda tavallud topganman. Ilmiy faoliyatimda 2015-yil, 2019-yillarda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida matematika fakultetida bakalavriat bosqichini o'qishni tamomlaganman. So'ngra 2019-yil, 2021-yillarda Milliy tadqiqot Novosibirsk davlat universitetida magistratura bosqichini muvaffaqiyatli tamomlab keldim. Ilmiy tadqiqot ishimning mavzusi o'zbek tili matnlarini grammatik va punktuatsion tahrirlash jarayonlarining matematik modellari, algoritmlari va dasturiy majmuasi deb nomlanadi. Ilmiy rahbarim texnika fanlari doktori professor Nazirova Elmira Shodmonovna. Ilmiy tadqiqot ishimning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda jahon tilshunosligida zamonaviy axborot texnologiyalari sohasida ham tillarni modellashtirish, ya'ni til korpuslarini shakllantirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shu jahon miqyosida o'zbek tiliga keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda eng global muammo bo'layotgan shu o'zbek tilini yagona, ya'ni til korpusini shakllantirish masalalari, ya'ni katta hajmdagi ma'lumotlar bazasini yo'qligi, ya'ni dolzarb masala bo'lib qolmoqda va internet tarmog'idagi kontentlarning tillar kesimidagi ulushi haqida aytadigan bo'lsak, eng katta ulushni ingliz tili egallab keladi dunyo bo'yicha. Shu internet tarmog'idagi kontentlarning yetishmasligi o'zbek tiliga nisbatan o'sha eng katta dolzarb muammo va ushbularni inobatga olgan holda ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning ham shu tilni nufuzini tubdan shakllantirish va boyitish bo'yicha ko'plab farmon va qarorlar imzolanib kelinmoqda. Bu tadqiqot ishi bo'yicha ushbularni inobatga olgan holda shu tadqiqot ishimda avvalambor 2019-yilda Milliy tadqiqot Novosibirsk davlat universitetiga magistraturaga o'qishga qabul qilinganligimda borganimda, u yerda texnika fanlari doktori professor Vladimir Borisovich Baraxnin ustozimni, ya'ni rahbarim sifatida ish faoliyatimni boshlaganman. Ya'ni shu O'zbekistonga kelganligim uchun menga shu o'zbek tilini, ya'ni so'z shakllarini hosil qilishning matematik modellari, algoritmlarini ishlab chiqish bo'yicha mavzu tadqiqot ishi berdilar va uni muvaffaqiyatli yakunlab ishni tugatib keldim. Va keyin so'ngra 2021-yilda ilmiy mehnat faoliyatimda Qarshi davlat universitetining amaliy matematika kafedrasida o'qituvchi lavozimida ilmiy faoliyatimni boshladim. 1 yil mobaynida shu o'qituvchilik kasbini egallab o'qish mobaynida keyin o'zimga reja qilib oldim va maqsad qilib oldim. Keyingi etapdagi, ya'ni tadqiqot ishimni davom ettirishni maqsad qilib oldim. Keyinchalik shu ilmiy tadqiqot ishimni davom ettirish maqsadida shu Toshkent axborot texnologiyalari universitetidagi texnika fanlari doktori professor Nazirova Elmira Shodmonovna ustoz oldilariga kelib, shu rahbarlik bo'lishlarini so'rab murojaat qilganda ular qabul qildi va menga vazifa berdi. O'z vaqtida amalga oshirib, kerakli natijalarni olib, tadqiqot ishimni yakunlab, muvaffaqiyatli natijalar olib, himoya qilib oldim. Ilmiy tadqiqot doirasida bir nechta ilmiy natijalarga muvaffaqiyatli erishdik. Avvalambor, birinchisi shu so'zlarni imloviy xatoliklarni aniqlash bo'yicha Damir-Eynshteyn masofasi ishlab chiqilgan va shu bilan birga so'zlarning ehtimollik asosida xatoligini aniqlashning Bayes teoremasiga asoslangan o'zbek tilining xususiyatlarini inobatga olgan holda takomillashtirilgan lingva matematik model ishlab chiqdik. Ushbu lingva matematik model o'zbek tilining so'zlarning imloviy xatolarini tahrirlaydi va aniqlaydi va tahrirlab beradi bizga. Keyingi ilmiy yangiligimiz matnlarda uchraydigan punktuatsion xatoliklar inobatga olindi. Ya'ni shu matnlardagi tinish belgilarining qo'llanilishi, joylashishi to'g'ri qo'yilganmi, yo'qmi, matndagi xatoliklar inobatga olingan va shu o'zbek tiliga moslashtirilgan lingva matematik modellari va algoritmi ishlab chiqildi bunda ham. Keyingi etapda esa biz shu ishlab chiqqan lingva matematik modellarimiz, algoritmlarimizni, ya'ni samaradorligini baholash uchun takomillashtirilgan
metrika ishlab chiqdik va shu bilan birga nazariy ishlarimizdan tashqari amaliy jihatdan ham shu UzMorph nomli dasturiy majmua ham ishlab chiqdik va ushbu dasturiy majmuani matn muharriri, ya'ni Microsoft Word matn muharriri bilan integratsiyasini amalga oshirib, yangilik sifatida joriy etdik. O'qishim mobaynida matematika, amaliy matematika mutaxassisliklarida o'qishni tugatganman. O'zbek tili, ya'ni ona tilini, o'zimizning o'zbek tilini grammatikasi eng murakkab bo'lganligi uchun shu tomoni menda ko'plab muammolar olib keldi. Bunda biz qanaqa yechim qildik? To'g'ri, tilchilar bilan, filologlar bilan birga hamkorlikda ish olib bordik bunda. Ya'ni shu ma'lumotlar bazamizni yaratishimizda, lingva matematik modelimizni shakllantirishimizda, ya'ni o'zbek tilini xususiyatlarini inobatga olgan holda, ya'ni grammatikasini inobatga olgan holda modellarni ishlab chiqdik. Bunda asosan shu Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetidagi filolog ustozlar, ya'ni maslahatlari ko'p kerak bo'ldi. Jumladan shu Botir Boltayevich Elov domla bilan uzoq muddat ishladim. Ko'plab maslahatlarni berdi. Til nuqtai nazaridan ham, matematika jihatdan ham shu bo'yicha yechimlarni yechib muvaffaqiyatli natijalar oldik. Hozirgi vaqtda to'g'ri aytyapsiz, Tilmoch, Savodxon loyihalari bor. Ushbu loyihalar o'zbek tiliga moslashtirib ishlab chiqilgan. Asosan AI tizimi orqali ishlab chiqilgan, ya'ni sun'iy intellektga asoslangan tahrirlash tizimi hisoblanadi. Bizni ishlab chiqqan tizimimizda asosan yagona bo'lgan, ya'ni lingva matematik modellarga asoslangan tahrirlash tizimi hisoblanadi. Bu nima beradi bizga? Bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tahrirlashda asosan mening ilmiy tadqiqot ishimda so'zlar va matnlardagi grammatik va punktuatsiya xatoliklari inobatga olingan. Ya'ni grammatik va punktuatsiya xatoliklarini to'g'rilash inobatga olingan va aynan shu afzalligi lingva matematik modellarga asoslangan va aniqlik darajasi yuqori natija beradi. Ya'ni lingva matematik modelga asoslanganligi uchun. Jahon tilshunosligida tillarni modellashtirish bo'yicha ko'plab olimlarni, ya'ni tadqiqotlarni, maqolalarni, dissertatsiyalarni tahlil qildik. Jumladan shu Damirov va Levinstein olimlar bor, Bayes olimimiz bor, 18-asr tadqiqotchisi hisoblanadi. Fatva Hovedi, Saud al-Harimlar tomonidan, ya'ni arab tilini grammatik va punktuatsiyani tahrirlash modellarini ishlab chiqishgan. O'shalar ishlarni qiyosiy o'rganib chiqib, tahlillar natijasida, ya'ni o'zbek tilida aynan shu grammatik bo'yicha, ya'ni aynan punktuatsiya xatoliklarini aniqlash bo'yicha lingva matematik modellar, ya'ni matematik modellashtirish sohasida tadqiqotlar olib borilmaganligini guvohi bo'lib, ushbu sohaga, ya'ni tadqiqot ishiga amalga oshirishni reja qilib oldik. Respublikamizda ham ko'plab ustozlarimiz, olimlarimiz tomonidan ushbu tadqiqot ishi bo'yicha, ushbu yo'nalish bo'yicha ko'plab ishlar olib borilgan. Jumladan Aripov, Musayev, Pulatov, Nazirov, Hakimov kabi ustozlarimiz tomonidan o'zbek til korpuslarini shakllantirish, tilni, ya'ni modellashtirish, matematik modellashtirish ustida bir qancha ishlari olib borilgan. Hozirgi kunda ham ko'plab ustozlarimiz tomonidan ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan Aripov, Musayev, Ravshanov ustozimiz, Botir Boltayevich Elov, Ilhom Bakayev ustozimiz, Nilufar Abdurahmonova, Abdusaid Norov ustozlarimiz, Elmira Shodmonovna, Shahnoza Abidova ustozlarimiz tomonidan o'zbek til korpuslarini shakllantirish, o'zbek tilshunosligidagi asosiy muammolarni hal etish yo'nalishida tizimli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ilmiy tadqiqot ishim doirasida amalga oshirilgan ishlarni amaliyotga tatbiqi etishda asosan Qashqadaryo viloyatining ta'lim muassasasida, axborot kutubxona markazlarida, nashriyot bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarda joriy etildi. Jumladan Qarshi shahridagi Osiyo texnologiyalar universitetining rasmiy hujjatlar bilan ishlash bo'limiga tatbiq etildi. Shahrisabz pedagogika institutining axborot resurs markazi va Saido Nasafiy nomidagi Qashqadaryo kutubxona markazining ma'lumotlar
bazasi va elektron resurslar bilan ishlash bo'limida tahrirlash jarayoniga tatbiq etildi va shu bilan birga tadqiqot ishimning Uzmon dasturiy majmuasining Microsoft Word bilan integratsiyasi amalga oshirilishi natijasida nashriyot bilan shug'ullanuvchi tashkilotlardagi, ya'ni maqolalar, o'quv uslubiy adabiyotlarni ishlab chiqarishda, ya'ni shu Word ga integratsiyasidan foydalanib, uning tatbiqi muvaffaqiyatli amaliyotga joriy etildi. Ilmiy tadqiqot ishimda ma'lumotlar bazasini shakllantirishda internet resurslaridan ko'p foydalanganman. Shu aytganingizdek, shu Imlo.uz saytida 96 mingdan ortiq so'zlarni ham olganman va yuqorida aytib o'tgan Toshkent O'zbek tili va adabiyoti universitetidagi Botir Boltayevich domla maslahatlari bilan birga shu asosiy til filologlardan va shu Botir Boltayevichdan so'zlar bazasini olganman va mening ilmiy tadqiqot ishimda ma'lumotlar bazamda 1 million atrofidagi so'zlar mavjud va shu so'zlar kesimida ishlab chiqilgan lingva matematik modellar test korpusi natijasida amalga oshirildi va aniqlik darajasi 82% natijadorlikni berdi. Kelajakda tadqiqotimizni rivojlantirish maqsadida bir nechta rejalar qilib olganmiz. Asosan shu tahrirlash tizimida grammatik va punktuatsion tahrirlashdan boshqa shu ishlab chiqgan lingva matematik modelimizni kengaytirish maqsadida, ya'ni semantik tahlilni ham qo'shish rejalashtirilgan. Bu bizga nimani beradi? Shu gapdagi mazmun jihatdan xatoliklarni aniqlab beradigan tahrirlash tizimlari ishlab chiqish va hozirgi vaqtda sun'iy intellekt texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Shu sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib ishlab chiqqan lingva matematik modelimizni kengaytirish rejalashtirilgan va o'zbek til korpusini shakllantirish va uni ochiq foydalanish imkoniyatini yaratish bu keyingi tadqiqot olib boruvchilar uchun tayyor resurs sifatida foydalanish imkoniyatini beradi. Eng katta muammolardan shu bo'lib qolmoqda hozirgi vaqtda ham. Ya'ni tadqiqotchi nima qiladi? Birinchi, ya'ni ma'lumotlar bazasi bo'lmasa, tadqiqotchida u qilayotgan natijalar, ishlab chiqqan lingva matematik ishlab chiqqan modellarni o'qitishi uchun katta hajmdagi ma'lumotlar bazasi kerak bo'ladi. O'zbek tilida, ya'ni tayyor elektron korpus ma'lumotlar bazasi ochiq berilmagan shu vaqtgacha. Eng katta muammolar bo'lib qoladi. Bu juda ko'p vaqt talab etadi. Ya'ni shakllantirish, qo'shni mamlakatdagi xorijiy olimlar bilan, boshqa davlatdagi xorijiy olimlar bilan hamkorlikda ko'p tilli tahrirlash tizimlarini yaratish rejamizda bor. Umid qilamanki, ushbu ishlar o'zbek tilining kelajakdagi nufuzini oshirishda, ya'ni raqamli texnologiyalar sohasidagi o'rnini mustahkamlashda katta yordam beradi degan umiddaman.